Alloh bir narsani bermagan bo'lsa senga, sen xohlayotgan narsani, odamlarni yomon ko'rma. Agar Alloh xolasachi, o'sha odamlar bermayman desa ham Alloh bir yo'l bilan nima qiladi? Yetkazib qo'yadi. Allohni g'azablantirib, odamlarni rozi qilishing, Allohning fazli uchun boshqalarni maqtashing, Alloh senga bermagan narsa uchun odamlarni yomon ko'rishing, bularni bari ishonchning zaifligidan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Allohning g'azabi bilan birovni rozi qilma. Allohning fazli uchun birovni maqtama. Senga ato qilmagan narsa uchun birovni yomonlama. Harisning harisligi senga Allohning rizqini boshlab kelmaydi. Yomon ko'ruvchining yomon ko'rishi uni sendan qaytarib ketmaydi. Albatta Alloh o'zining adolati bilan xursandchilik va rohatni rozilik va ishonchga joylab qo'ydi.